Farg'ona viloyatida ayanchli holat sodir bo'ldi. Mahalladagi fermer xo'jaligiga tegishli sug'orish arig'idan 2 yoshlar atrofidagi bolaning jasadi topilgani haqida xabarlar keng tarqaldi. Bu holat nafaqat mahalliy aholini, balki mutasaddi idoralarni ham tashvishga soldi. Bolaning shaxsi hanuzgacha aniqlanmagan, ota-onasi va yaqinlari topilmagan. Ayni vaqtda huquq-tartibot idoralari bolakayning qayerdan kelib qolganini, uning o'limi sabablarini aniqlashga harakat qilishmoqda. Xo'sh, ushbu hodisa qanday ro'y bergandi? Bolaning jasadi qayerda va qanday holda topildi? Voqea tafsilotlari bilan navbatdagi lavhamizda tanishasiz. Farg'ona viloyatining Beshariq tumani Qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'inidan o'tgan ushbu ariqdan 2 yoshli bolakayning jasadi topilganligi haqida ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar tarqaldi. Biz holatni o'rganish maqsadida manzilga yetib keldik. 24-mart kuni soat 19:00 atrofida mahalladagi xonadonlarga yondosh joylashgan ekin maydonlarini sug'orayotgan fermer xo'jaligi rahbari sug'orish ariqlarini tozalash jarayonida ariq ichidan noma'lum shaxsning jasadini topdi. Dastlab u jasadni qo'g'irchoq deb o'ylagan bo'lsa-da, suvdan ko'targanida voyaga yetmagan bolaning tanasi ekanligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan o'sha kuni fermerning akasi bilan birga bo'lgan ukasi bilan suhbat o'tkazdik. Salapanga olib turdik, mashinada adyolda qo'ygan. O'sha ko'rilgan holat, hamma ko'rgan holat shu. Yangi suvga tushib ketgan holatda. Tuvoshlar oyog'ida paypog'i yo'q, hamma yo'g'i joyida bir tikan kirgan joyida bilmayman. Hamma yo'q formasi joyida. Nimasida pamperslari ham turibdi. Mahallani bolasi bo'lsa, maytdan kanalgacha odamni, erkingacha odamni taniyman meni. Bolani yo'q. Mahallani bolasi emas. Hodisaga oid tasviriy belgilar. Marhum bola hodisa sodir bo'lgan kuni sarg'ish jigarrang jenfer kiygan bo'lib, unda yozuvlar hamda futbol va basketbol to'plarining tasviri mavjud bo'lgan. Shuningdek, uning oyoqlarida jigarrang paypoqlar bo'lgan. Qonunni bosib ko'rsam, qonun bo'sh. Ustuvoshlari ham juda anaqa loyiqa bas. Mahalla xodimlari, ishchilar bilan birga hamma xonadonlarga kirib chiqdi, lekin bizni aholining bolasiga o'xshamadi, chiqmadi. Odamlar ham beqaror, kechasi mana xolayizamcha kechqurun 3 kundan uxlaganim yo'q deyapmiz. Ichki ishlar organlari tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra bolaning bo'yi 80-90 sm, vazni 10-12 kg, tanasining tuzilishi to'lishadan kelgan, teri rangi bug'doy rang, ko'zlari qora, qoshlari tekis. Ayni vaqtda bolaning ota-onasi yoki yaqinlarini aniqlash maqsadida qidiruv tadbirlari davom etmoqda. Unga oid har qanday ma'lumotlarga ega bo'lgan fuqarolar 102 raqamiga murojaat qilishlari mumkin. Bundan tashqari ma'lumot taqdim etgan fuqarolarning shaxsi sir saqlangan holda unga 10 million so'm miqdorida pul mukofoti ajratilishi kafolatlanadi. Hozircha bolaning ota-onasi yoki yaqinlari haqida hech qanday ma'lumot mavjud emas. Qidiruv ishlari davom etmoqda. Bahodir Maqsudov, Dostonbek Allomov, Ovoz informatsion dasturi uchun Farg'onadan maxsus.